Assalomu alaykum qadrli to'rdosh do'stlar, hammalarning Shabnam Cho'lpala ziyoratimizni yoqtirib ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men To'r Yositsi Subayda. Men eng avval bugungi taklifli mehmonlarimizni bir tanishtirib o'tsam, bizning bugungi suhbatimizga Tartaq kino studiyasining peshqadam rejissyori, aktyori Firdavs Aziz akamiz bilan Shinjang Naqshi usul o'mikining san'atkori, to'nilayotgan yosh rejissyorimiz Abdiz Abdurashid akamiz bilan alayhi taklifdan qatnashdi. Assalomu alaykum Firdavs aka. Va alaykum assalom. Siz eng avval to'rdoshlarimizga kino teatrining mohiyati va uning turi to'g'risida qisqacha bir to'xtalib berasiz. Bo'ladi. Bizning to'rdoshlarga qizg'in salom, yorqinlik salom. Hali uzun bo'lib ketdi. Mening shunday bir umidim bor edi. To'rdoshlarimiz bilan bir suhbat o'tkazsak degan. Shabnam demaklikning o'zi bir tomchi demaklik. To'g'ri. Uyg'urlar bir gap bor, tomchi ko'l bo'ladi deb. Demak bizning bu Shabnam shu şirketimizdeki köl emas deniz oluşu umut qilaman. Chunki butun dunyoda to'r orqali butun do'stlarni tepishishga, suhbat o'tishga sharoit yaratib bergan Shabnam shirkatiga ko'pdan ko'p tashakkur, ko'pdan ko'p rahmat. Hamda bayam degandek bizningki endi shu to'rimiz hozir butun dunyoga taqilotib bo'libmi? Abduz efendimninki tunugunki qilgan xabarni olib xo'sh oldum. Chunki Shabnamni qurgandan keyin uning Shinjongdagi to'r doirasi Shinjongda emas, mamlakatda emas, butun dunyoda bir qadar keng. Bunga xo'sh oldum. Shu orqali endi dunyodagi butun to'rdosh do'stlarga samimiy tashakkurni bildirish bilan kino san'atına mahiyeti, onun türleri hakkında azırak sözlep vermekçimen. Endi bizde hazır uçar taksi degen bir fantaziya gap bo'ladigan. Bizning uçar taksimiz demek bu Shabnam orqali taqildi. To'g'ri. Chunki kinoni ishlab biz avarolab uni besib amli chiqaraylik desak, bu disk orqali butun dunyoga uçar taksida birdam taqildi. Demek bu ilm fanninki taraqqiyot. Biz 80-yillardan boshlab men kino sohasida qatnashgan bo'lsam, u vaqtlarda kino ishlash bir qator o'rta darajada bo'lgan bo'lsa, uningdan burunqisi kino ibtidoiy jamiyatdagi yovvoyi jamiyat emas, kinolarimizning dastlabki qitimliqda shu ibtidoiylikda taraqqiy qilgan gap. Dastlabki bosqichdan hozirgi bosqichga. Kinoninki asosi paydo bo'lishimi asosi shu nur san'at orqali. Bir kuni dars o'tayotgan chet ellik bir ofisiant bir mutaxassis dars o'tayotib qo'lidagi tamakini elib tutashtirib sarangini cho'g'latgan mezgilning o'zida uni bir doira hosil bo'lgan. Fotograf yoki rasm tortadigan apparat. U faqat mahum bir tasvirni ola oladi. To'g'ri. Endi bu qandaq qilib mahum tasvirni o'zi jonliq tasvirga aylantirish degan narsani o'ylab yurgan vaqtida bu sarangining cho'g'ilishi bilan tang demak bu lentani aylantirsa bu tasvir demak jonliq tasvirga aylandi ekan deb dastlab o'tmoqda kino san'atashning olam paydo bo'ldi. Keyin buyuk san'atkor Charles Chaplin buni dastlab aytmoq shu bilan suratga ilish texnikasini yo'l qo'ydi. Hem nurg'ulg'an filmlarni ishladi. Shu komedik filmlarni ishlash jarayonida dastlab aytmoqda. Uning ovoz sistemasining kerakligi, uning ssenariyaning kerakligini his qildi. Shundan dastlab aytmoqda uningki Oltin qazuvchilar degan filmida dastlab aytmoqda shu ssenariya yozish orqali uni kuchaytirdi. Demak, ssenariya filmning asosi. U vaqt shu ovozsiz filmlar barliq keldi-ku deyman. Dastlab ovozsiz filmda barliq kelgan. Onu yandım bayan qilish yoki xat orqali. Shundan keyin bu ssenariya demak bir filmning asosi bo'ladi. Ssenariy yozilmagan film u film bo'lmaydi. Chunki ana homil bo'lib balini 9 kun 9 oy 9 soat tutgandek bir asarningki
bir kinonunki cho'qim ssenariysi bo'lishi kerak. O ssenariy yozilgandan keyin u tug'ildi degan gap, bir voqelik tug'ildi degan gap. Shu voqelikni rejissyorlardan keyin ssenariyga bo'lib qaytadan kuchaytirib ko'rinishlarga bo'linib, ssenariy ko'rinishlarga bo'linib, andan keyin bir butun bir kağıt bo'lib ishlangan gap. Bu murakkab bir san'at. Demek universal sanat. Çünkü bunun içinde müzik var, tasvir sanat var, diyalog, monolog var. O men aytgan vaqtida san asrninki taraqqiyoti. Şunu bilan bunun da hamma narsa universallashgan. Hamma narsa bor ichida. Shuni bilan buni universal sanat. Universal sanatga qaraymiz. Endi buningki taraqqiyot qismiga kelgan vaqtimizda dastlabki aytibdi bayam degandek ovozsiz kino, ondan keyin ovozli kino, ondan keyin muzik va boshqa narsalarni kirishtirish orqali bu taraqqildi. U vaqtidagi nihoyat qalaq usulda. Chunki u apparat mana bizning oldimizda turgan apparatga o'xshash nihoyat universal apparatlar emas. Qo'l bilan cho'giltirgan gap apparat. İptidoy apparatlar. İptidoy apparatlar qo'l bilan cho'gilayotgan vaqtida lentani lenta mangandan keyin bir-biriga ulinib menib harakat paydo bo'ladi. O lentalar sal qiziq kes kuyab ketadi, o't ketadi. Hatta 80-yillargacha biz shunday film lentalarni ishlatdik. Keyin taraqqilgandan keyin biz Fush, Kodak, Esman degan o'xshash mashhur yaxshi suratkilish apparati. Germaniyaning, anondan keyin Yaponiyaning yaxshi lentalarini ishlatdik. Uniki nur sistemasi, nur qabul qilish yuqori. Onundan burada Fush degan Jungoda qo'llangan Rossiyaning ishlagan lentasi bor. O lentaniki aloyligi cho'ng emas. Kamchiligi jiqroq, masalanki to'liroq o't ketadigan, o'n tepsiga shu svetlarni, ranglarni qabul qilishi, qizil rang bilan yeshil rangni qabul qila oladi. Boshqa ranglar qabul qilishini ojiz. Şunlar o'z vaqtida Chapoyevdan tortib nurg'un filmlar, Rossiyada ishlangan filmlar shu nim bilan ishlangan Fush bilan kino jungo qabul qilib nurg'un kinolar chiqdi. Endi hozir bo'lganmiz bak hisoblashib ketdi. Onun tepsiga hozir texnik takomillashib bizniki kino lentasi taraqqi qilib oxir nim bo'ldi vaqtida mana video kamera video apparat orqali ishlangan. Onu bir taraftan jüviyet, bir taraftan işletken olduğundan nait kolaylık. Endi bundan keyin taraqqiyot kino işte deske qo'yildi. Nur sistemasi bo'yicha lazer nur orqali elinadi. Uning suyukchanligi, nurni qabul qilishi, svet qabul qilishi bek yuqori bo'ladi. Lekin endi qachon qanday bunga yetkish mumkin? Bu intayin tas odamlarning ko'zi ko'rayotgan muhit, nur, svetni qabul qiladigan apparat chiqmaydi. Bu bizning ko'zimizdagidek tasavvur, bizning ko'zimizdagidek nurni qabul qilishi yoki tuman yoki ochiqlikni yo boshqa narsa qabul qilishga yetmaydi apparatlar. Bu intayin tas. Lekin har hol shuningga 80-70% yetilayotgan lazer disklar chiqadi. Bu texnik taraqqiyot. Endi bu o'sha kinoning elish jarayonidagi texnik jihatdagi bizning ilm fanning taraqqiyoti bilan bu vatgan ishlarda bizning boshqa nimalarda osmondagi boshqa nima vishinlar orqali yana shunday filmlarni qo'shib beryotadi hozir. Biz o'ylamagan narsalar bor bu texnik jihatdan. Uni to'liq insonga foydali narsa emas, insonga ziyonli bo'lgan urush uchun ishlatiladi. Amaliyotda har qanday olim, har qanday bir ijodiyatchi insonga manfaat beradigan yaxshi narsani ishlagan. Lekin bu keyingi davrga vaqtida inson yo'qligidan qurol aylanib ketdi. Masalan, shu vaqtdagi yashanishdimmi atomni hech qachon inson yo'qligidan qurol ijod qilmagan, insonga foydali narsa. Lekin insonlarniki buning nisbatan to'liq bo'lganligi uchun boshqa narsa. Endi buningda yana deb ketishga tegishli narsa biz kinolarimizni, kino san'atimiz universal san'at insonga nisbatan ta'sir qilish intayin tez bo'lgan san'at bu. Bevositalar. Endi buniki chunki ko'rish san'ati bo'lganligi uchun buni qabul qilish insonlarga nisbatan vaqtidan tez bo'lgan. Masalan bir romanni biz degan bir yilgacha necha qism romanlarni o'qiymiz, ya'ni necha oygacha.
lekin kinoni 1 soatning ichida kiribla shu voqeani ko'ribla uning ijobiy salbiy tarafdan uningdan bahramand bo'lish soatning ichida bo'lib ketadi. Uningdan yo o'g'irib chiqsiz yo to'g'ri chiqsiz. Sargardan degan kinoni Hindistonning kinosini ko'rgan vaqtida abaragimni aytiblar talaq chiqib o'g'irlik qilganlar bor. O kinoning tez ta'sirini. Chunki yoshlar tez qabul qiladi. Endi ba'zi tarafdan vaqtda Xo'ja Ahmad Abbosning bu asardan keyin insoniy nuqtadan yozilganligi uchun odamlar uni aytdi istiqtiyatni tez qabul qilgan. Hozir butun dunyoda bu yana shu aylanib yuryapti. Nimishqa uning yezchilarida Xo'ja Ahmad Abbos yaxshiliklar yomonlik. Yaxshi odamning bolasi yaxshi bo'ldi, yomon odamning bolasi yomon bo'ladi degan bir kichik bir kategoriyani tutib oliblar, uni kengaytgan. Demak, insonga xos bo'lganlik uchun bizning kinolarimizda asosiyatni aytganda millat asos o'rin tutsa-mu, lekin millatning urf-odat, turmush, psixik jihatdagi ba'zi bir xarakter jihatdagi narsa insonga mansub bo'lishi kerak. U vaqtida butun inson ko'radi, inson bahramand bo'ladi. Sizning ishlagan filmingiz bu dunyoga taqdim oladi. Bu kinoning mohiyati. Endi kinodagi sir degan nima? Kinoda o'ziga xos sir bor. Mesela drama sanatı mı şunda, kino sanatı mı şunda? Drama sanatı mı görüş sanatı, kino sanatı mı görüş sanatı? Bunu da sır, ötkende ders ötkende mi şunu diye ne zaman vallahi? Hissiyat. Hissiyat. Alterap ketme, hissiyat. Çünkü bu hissiyat degen narsa her qanday narsaning sanatining jon tomiri. Hissiyat sanatı bo'lmasa, o sanat bo'lmaydi. Bayatdan beri shu Firdavskam kino teatrining moyiti va rol to'g'risida aytdim, yaxshi so'zlab berdi. Endi Obliska sizni so'rab baxsam, hozir nurg'ulg'an to'rdoshlarimizning miyasida shu kino bilan teatr ufqumi intayin kamchil bo'ladi. Undaqda shu kino teatr to'g'risida keng to'rdoshlarga bir qisqacha tushuncha beraysiz. Menimcha torbat yuzidagi shu inkaslar kino sohasidagi, televiziya teatr sohasidagi ba'zi bir o'xshash bo'lmagan inkaslarni ko'rib, ba'zi vaqtda o'zimcha afsunlagan, ba'zi bir inkaslarni ko'rib faxrlanib ketadigan, ya'ni ba'zi bir inkaslarni ko'rib bir xil ochiq yutib qoladigan yerlarimi bo'ldi. Buning sababi hamda bizda chuqum mablag'lar bo'lsa biz yaxshi film ishlayolamiz. Kinoga chuqum mablag' olmasa, kino ishligili bo'lmamdi deydigan inkaslar bo'lib qoldi. Buni keyin to'xtalay. Hozir buning oldida ham shu kino bilan televiziya teatri. Bu kino degan hukmni Abim Firdavskam so'zlab o'tdi. Bu kino lenti bilan ishlaydigan, maxsus kino bilan kino lentisi ishlatadigan bir lenti bor. Buning metrini 10 necha qo'ydi Firdavska. Hozir 20 necha qo'ydi, 1 metr. Ko'rib sanamda 100 so'mdan olib qo'yib 1 metr. Bu endi buning Germaniyaning eng yuqori o'lchamda hozir. Hollywoodmi shu Germaniyaning lentisini ishlatadi. Buni biz shu kinoxonada qo'ydigan cho'ng kinolarni shu lentida ishlaydi. Ma apparatlarda biz unda kino ishligili bo'lmaydi. Asli bu apparatlar asli xabar oladigan apparatlar bu. Deys oladigan, sinal oladigan apparatlar, xabar oladigan. Endi bir aqidem bu cho'gilab hammasi bu qolaylik bo'lganlik uchun bizning bir yavaş bir harfken bir dersga bu film degan 5 harf. To'y filmi, yana bir filmi, yana bir filmi, kino ishlash, film ishlash markazida pek yavaş harf bo'lgan ekan. Aqlni bu yug'urilib hozir hammasi kino film bo'lib ketib qoldi. Ham televiziya teatr degani cho'qim mushtaq sinov kameralarda ishlaydigan ekan. Hamda televiziya teatr degan mablag' bilan o kino degan mablag'niki nimasi osmon zimin farqi bor. Masalan qarang. 90 minutlik bir filmni kino lentisida ilish uchun bizga oz deganda hozirgi bozor naqida, hozirgi bahosida balkim bizga 2 millionlik lentik yetmaydi-ku deyman. Firdavska. Lentini o'ziga. Ha. Ondan uni siz yana juysiz. Xuddi rasm apparatining o'z vaqtidagi bizning divanda qo'ydik-ku. Shunga o'xshash buni apparat yana Beijingda jungo bo'sh. Beijingda ham juydi uni. Uni yana shu 1 metrni siz necha pul olgan bo'lsangiz 1 metrni yana shu pulga juysiz. Yana bir qatlandi degan gap. Lentining ham bahasi. Kitob avtorning huquqi va artistning va qatnash va yattaq va o kitobdagi butun siz so'zlangan ash manzirlar va shuning hammasini biz Abim Firdavskam degan aytgan o'xshash
Rossiyaning bunun filmlariga o'xshash burun romanni o'qigan odam kitobni o'qigan odam ekranda shuni o'z ayni ko'rgandek tuyg'u akilib shuning hammasi mablag' bilan bo'ldigan ish. Masalan biz bir qor yog'ayotgan kunishki biz chuqum uning qish saqlashimiz ajoysiz. Shu qonimiz mablag' bilan yoqqizimiz. Shu qor yoqqizilgan uskuni ketadi. Shu mushulni tat hammani hisoblasak bu mablag' bilan bo'ldi. Bu kino shu mablag'. Eng yaxshi rejissyorni taklif qila olasiz. Mablag' bo'lsa. Eng yaxshi yozuvchiga kitob yozg'iza olasiz. Eng yaxshi aktyorni eklay olasiz. Eng yaxshi lent ishlata olasiz. Eng yaxshi uskun ishlata olasiz. Eng yaxshi sharoitni hozirlay olasiz. Shunga buning hammasi mablag' bilan bo'ldi. Amin deb qo'yganga hech nimasi tayyor bo'lmaydi buning. Shunga men deb qo'yay bu kinoda chuqum mablag' bo'lmasa kino ishligili bo'lmaydi. Endi hozir bizning ko'cha rejissyorlarimiz vaqtimiz bir kino ishlatam deb bilan qo'pab. Sen bir muhabbatni akarsan boshroqqa chiqib bersin. Qizil topolmay qoldik deb bilan ishlayotdi. Bunda bir ish bo'ldi. Birda bunda siz misolda bir deb beray. Abluskas odat bir film ishlasangiz necha kun vaqt ketadi dedi birisi. Bu mashunda mush sayg'i qiziqib film ishlab yurgan bo'ldik. Endi men o'tirishab bilan 90 minutlik film bo'lib qolsa 15 kundan 20 kungacha tayyorligim bitib bo'lgan bo'lsa ishlalayman desam unda qilsangiz mablag'lar chekiladi ekan. Biz o'tganda 10 kunda 2 film tugatib etdik. Dechi. Endi u ne ishnim degil olmaydi bu gaplar. Biz qanda taraqqiyotda yurayotgan odammiz deb o'zimda sal o'ylab qoldim men. Hindistonda ish ketdik-da. Shu hozirda bozorlar bilan kino televizion filmlar bekchi. Shunga siz so'ragan savolga bizning aloqa. Film degan umumiy hukm Firdavs Kamayam deb o'tdi, san'atli film, badiiy film, urush film, chanbash film dedi. Bu film degan umumiy hukm. Ham uning ichida kino degani chuqum kinoxonada qo'ydigan cho'ng kinolar. Onun ichidan televiziya teatr deymiz, ma'bu hujjatli film deymiz. Bularning hammasi o'sha bizningki televiziya tashviqot o'rinlarining taqdidigan filmlarimiz televiziya teatr deymiz. Bu ikkisini bir tushunish bek kamchil bizda hozir. Biz kino ishlanmamdoq deb boshlab bo'ladi. Alloh sabr. Qilib qo'ydim. To'g'ri. Mening tushunchim shunchalik endi. Menimcha balki mukammal bo'lishini tayin. Darsga endi sizdan shuni so'rab baqsam, hozirgi filmlarimiz nima uchun burungi filmlarimizga yetmaydi? Hozirgisidan burungi yetmasligining sababi nima? Burungi kinolar haqiqatan tarbiya ahamiyatli kinodir. Bir odam kinoxonaga kirib 1 soat 20 minutlik kino olsa yoki 1 soatlik kino olgan bo'lsa 10 chaslik kino. Kino shu vaqt 10 chas 9 chas bo'ladi. Kinoxonaga kirgan vaqtdagi holati bilan kinoxonadan chiqqan holati ajoyibdir. Kinoxonalarning oldida yomg'ir yog'amni nima yog'adi chataq yo'q. Gaz sotadiganlar, unda dinxo'lular oldigan chiroqni yoqib qo'yadigan, gazlar elib turadi, yozda kinoxona qolmas mayli qilsin. Aytor vaqtidagi bichalarning eng ig'ir japat tatadiganlar axlatchilar. Simishki degan qilib ketganlar shu. Axlat shu jig'itdi bichalar. Lekin tomoshabinlar qaynoq. Bilet deganni oyonkashlar sotadigan shu vaqtlarda. To'shikda 20 tiyinni bilet degan. 80 tiyindan oladi shu vaqtlarda, 40 tiyinlardan. Shunda qimmat o'tkazadigan shu vaqt pulning kuchi bor. Lekin kiribdi. Kinoxonaga kirib ketgan odamlarning kayfiyatidan kinoxonadan chiqqanlar ayran bo'ldi. Kinoxonaga kirib ketgan vaqtida boshqa, kinoxonaga chiqqan vaqtida shu kinoning qahramonlari olib chiqadi, unda keldi. Ruhlanib chiqib, shu kinoning naqshlarini aytib, xudo shu qahramondek bo'lib chiqadi. Bir narsani bir qistirib qo'yim kelyotdi. 92-yili men Raj Kapurning o'g'li, cho'ng o'g'li bilan ag'inib qoldim. Shu kino festivalda ular kino olib beribdi. Shu vaqtda nurg'un gaplarni deyishdik, nurg'un fikr almashtirdik tarjimon orqali. Shu vaqtda bir gap menga qattiq ta'sir qildi. Men dedimda, seningki bu Rajiniki ishlagan kinolari bara yo'qolib ketib bordi. Raj Kapur kino studiyasining birinchi chiqqan mahsulotlari asosiyatni yo'qotdi. Qani Xo'ja Ahmad Abboslar, qani Tagorning asarlardan ishlasalar bo'lmamdi. Xo'ja Ahmad Abbosning asarlari shunday yaxshi nimish qilmaysizlardan desam, dadam tugandan keyin studiyam asosiyati shunday bo'lib qoldi dedi. Bu bir. Ikkinchisidan Hindiy xalqininki shu kinoga bo'lgan muhabbatini ajoyib tatlı bir til bilan izarida oddiy usulda. Bizning Hindistonda divonichiq deydi. Turmushimiz sal namrat. Kinolarimizni shu namratni biz ko'rsatmaymiz deydi. Kinolarimizni necha barobar badiylashtirib buni
yuqori qatlamı chiqarib ko'rsatamiz deydi. Xuddi o'zimiz boydek deydi. O 20-30% boylarimiz butun Hindistonga vakolatlik qilolmaydi deydi. Yani bizde aytib g'orgul yashayotganlarimizni aytib chiq deydi. Divanlarimiz deydi. Et degandan tortib kechgacha divonchilik qilib o'z yemay ichmay topgan puliga kino bilet elib kinoxona kiradi deydi. Kinoda kirib chiqqandan keyin birsi Sharlxon bo'lib chiqadi deydi. Birsi yana bir qahramon bo'lib chiqadi deydi. Hech kim buning qilmasdan qo'llarini shundoq qilib, naqshlarni aytib deb o'sha to'lg'inib degan o'sha hayajonlanib chiqib, bir haftagacha shu ro'yi oziq bilan yashaydi deydi. Qaramba kinoning seyir kuchini. Çünkü o kinonun terbiye ahmiyeti var. O kino Hindi kinosu. Şu millet has kahramanlar var. Bana şulardan özünün keliki alanmagan öşlerine, öş kinonu görüp elip, şularını öldürüp, şöyle karakollarına, pombeçiklerine, özünü ezgerlerine, şularını öçülüp kaydı çıkıp, şularına kelip, dep Xudo Sharlxondek çıkıdı öyle. Divanı bağlagan mesini çıktı. O esini çıktı kaladı. Bir hafta geçsin hoşal, jürüdü şundak. Divançılıkta pul tapkan tağdırdım, öyle narşını ayıttı. Aşıda kılıp. Mana bu kinonunki terbiye ehmiyeti. Şu millet gibi gelmez, insanın ben ruhu ozuq şu mana. Ruhi cihat. Firdevsga hozir to'rda mundaq inkaslar bor. Faqat iqtisod yaxshi bo'lsa, iqtisod bo'lganda ondan yaxshi filmlarni ishlab chiqara oladi degan. Endi siz mushu masalaga qanday qaraysiz? Bana degan vaqtida bir qatorliq bir suhbat tomosha bo'landi. Bizda iqtisod yo'q, shunlashqa biz shular savol qo'ydi. Qo'ygan vaqtida biz nima dunyo kinosi sahnasiga chiqolmaymiz, Uyg'urlarning kinochiligi dedi. Deganda o rejissor bizda iqtisod kamchilik yo'q hisobda. Buni asos omil bo'lgan bilan eng muhim bir omil bor bu yerda. İqtisod asos bo'lib turadi, lekin dunyoning muhim omili nima degan vaqtida birinchisi yaxshi ssenariy kerak. Bu intayin muhim. Ssenariy kinoning onasi shu. Ssenariy bo'lmasa har qanday rejissor hech nima qila olmaydi. Yaxshi ssenariy tanlash bu intayin muhim. Yaxshi ssenariyga yaxshi rejissor va yaxshi ijodiy xodimlar kerak. Uningdaki şu millatningki kinosi bo'lgan bo'lsa, şu millatning o'zidagi ijodiyat xodimlari kerak. Shu vaqtda turmushliq ham shu millat xos san'at olib chiqadi. Bu intayin muhim narsa. Uningdan keyin masalan chet elda qanday qiladi degan vaqtida eng avval kino ishliguvchi bediklar bor. Bizda adam bedigi deb qo'yamiz. Kino bedigi var. O kino bedigi qanday qildi ekan desa, eng avval asar izlaydi ekan. Dunyoning hamma yerdan şu eserni temini tepib, şu eserning mazmunini tushunib, mush pul topalaydigan kitob kelmadi. Men pul topalaydigan kelmadigan ki, anandan keyin kino bedikchilik sotilgan. Ssenariy bedikchisi bor. Kino bedikchisi sotgandan keyin o kino bedikchisi kim deganda tushungan kino ishlagan shu mudir. Onu aytilgan kitap bor. Deb talashib, uni qilib, buni qilib, necha million sotadi uni. Bu xuddi bir oltin qozondek bir ish. U mashina nurg'aydan boshlab. Akagandan keyin kino mudiri buni ko'rib beqib, shu pulga olsa, shu pulning o'limini asl qila olamdi degan narsa o'ylab, kitobni oladi. Olgandan keyin andiki kim izlaydi? Rejissor izlaydi. Yaxshi rejissorlar izlaydi. Izlagandan keyin rejissorlar so'zlashib, uni bilan devolishib, andiki kinoni uni topshirib asar. Topshirgandan keyin bu rejissor kinodagi kitobni qayta ko'rib bo'lgandan keyin undan aktyorlarni ko'z oldiga keldi. Aktyor degan intayin muhim o'rin turadi. Chunki sahnada o'ynaydigan aktyor rejissor emas. Butun tomoshabinlarningki ko'rdigani shu aktyor rejissor emas. O rejissorning chapgan katmini qolib qolib, oxir o'lim alog'i bo'ladi natija. Emgak minsin aktyor xuloslab chiqadi. Xuloslab chiqadi. Keyin ko'rgan vaqtida andaki aktyor asas bo'ldi. Masalan, mening Tumaliq sahnada men taraf turib g'alat rejissor qolib qilib, Oblis Xurshida bir necha shundan maqtab ketdi. Nimishqa? U maqtash tegishlik shu rolni demak shu asarni namoyon qilib bergan meni aktyorlarida. Anandan keyin rejissorning ijodiy tushib. Mandagi Şolaşkı bu film işleşte onunki artmasındaki özgü xaslaşını. En mühim mesele şu senaryoya bağlı. Senaryo yaxshi olsa, iqtisod o'zlikni tepiradi. Boyadan siz o'sha o'rib odatlarimizni yo'qotib qo'ydik degandek bir gapni qildingiz. Undaqda bizning o'sha o'rib odatlarimizni yo'qotib qo'yishimiz qaysi jihatlarda bekara ko'rinadi bo'lib qoldi?
bir millatninki xaroblanishi, bir davlatning xaroblanishi nimaga bog'liqki? Ba'zi torbatida bir millatning xaroblanishi, bir millatningki mustaqil o'rin bo'lib ketishlari san'atga atib qo'ygan ba'zi bir temilni ko'rib qolmadi. Ko'p bir qadar buni. Shuni ko'rib bek kulgim kelib ketdi. Siz degandek hozir shu dunyoning o'zi bir san'at. Birdaskamna to'g'ri ifodaladi. Mushning qaynasaq ham og'izda ifodalik bo'lmaydigan bir norozilik kayfiyat bo'lib qoldi ekan odamda. Faqat hozir Shinjongda san'atni ulug'layotdi degan ko'z qarashlar bor. Amaliyotda ashuni temini yozgan odamning o'zi bilmagan asosda san'atga qoyil bo'lgan yerlari bo'ldi. Ashuni kiyim kiyishmi san'at? Atdiganda yuzini yuvib chashni tarishimi san'at? To'g'ri. Hamma san'atda, san'atni arlanmay turib, yana bir millatning xaroblashi san'atdan kelib chiqqan deb bir xil qiziq tema qilib, asha bu g'olg'ol qilib gaplayotgan odamlar bor. Gapingizni bilyapti. Yo'q, to'g'ri gap qildingiz. Chunki Uyg'urlarda chiroyli bir tamsil bor. Eshak kuching yetmasa urt to'qim deydi. Bizningki shuni degan odamimizning o'zidagi illatni bizga to'ngab qo'yadi. Bolalarımızın ahlakının buzılışı, baş taraftan buzılışı, heylik adamdan azırak oran bagen, bizde sanat buz yetip kaldı diyen. Hem de sanatınki mahiyetini kanda kabul kılış, kanda adım kılış, o özgü bağlı. O adam öz buzulup yetken buz, öz buzuk. Sanat buzuk kılış. Doğru dedim ben. Burada sözünde kayısiyatını kanda kılış. Sıladım ben. Doğru da. Demek özü yaxşı olan olsa, sanatın yaxşı tarafından o bahraman bolalaydı. Ondan icabi tarafdan etkilendi öz bahraman bolalaydı. O icabi tarafını görmez, selbi tarafını görüyor. Ben buzulup yettim, hak buzulup yettim desi bolam da. Bu hata. Şolaşqa medyana o narsani qayd qilavermayli, eng muhim masala nima bo'lib ketdi degan bu yoshlarni tarbiyalashdan iborat bu narsa intayin muhim. Bizningki hozir bu shu cho'nglarning deydigani shu, hatto o'zimizning oddiy dehqonlarimizni men mana shu kino ishligini yoki janub tarafga berib qolsam, mayli shimol tarafga berib qolsam, to'liq ash dehqon ko'p odamlar bilan suhbatlashishni yaxshi ko'raman. Chunki ular tirik kitob. Chunki ular bir qomus. Chunki ular tarixni saqlab qolgan. Ular haqiqatan süzük bulaq desek bo'ladi bu odamlar. Chunki davr zamonda ko'rgan, turmush urf-odatni ko'rgan. Ularning ichida ajoyib ishlar bor. Faqat shularni bunda qarab, ularniki ko'r kiyimiga qarab, yerilib ketgan qo'llari qarab, to'ngir putlari qarab, bu nima biladi deganlik bizning ahmoqligimiz. Bayam Abuz efendim degandek, anaqa tersh xurofat bular zamondan keyin qoldi degan yoshlarning o'zi zamondan keyin qoldi. Ular atalmış çatlarning g'arbning ba'zi bir madaniyatini qabul qilib, o'zining madaniyatini yo'qotgan ahmoqlar ular. Ular hech qachon madaniyat emas. O'z vaqtida mutallibman degan emasman. Teshingni bo'yig'icha bo'yoq bilan, ichingni bo'yig'in ilm fan bilan, zinatli ichingni degan. Shu gap ajoyib ulug' gap. O teshimizni bo'yib olib, farqli ranglar olib, o'zimizcha noit madaniyatli bo'lib olib, kelib yurganimiz bilan ichimizda hech nima bo'lmasa bu madaniyat kirmaydi. Madaniyat adamning ishida bo'lishi kerak. Shu adamning sirtidagi yetishamagan kiyim-kechaklarninki yetishamagan uning ayb emas. Lekin onun ichida madaniyat bor. Qanday? O dehqon bo'lsa, o'rnidan chachirab turib siz bilan salomlashdi. O dehqon bo'lsa, sizga chiroyli chuchmal tillar bilan sizga ko'nglingizni oldi. O'zining zag'rinini o'zi yesimi, qo'shnining uyidan bir oq nonni chiqib oldingizga qo'ya oladi. O'zi yemaydi. Mana bu madaniyat. Bizningki hozirgi yoshlarimiz bunday qilmaydi. Pul topgan yoshlarimiz yo'g'onchilik qilib, restoran chaqirib, shunda qanday isrofchilikdan boshqa narsa yo'q. Bechor dehqon bir yil topolmaydi bir ustalning tabaqini. Bir yil topolmaydi uni pulini. Bu madaniyat emas. Axloqsizlik. Axloqchilik. Şunlaşqa bu tarafdan aytgan vaqtida buni kinodan ko'rishni vaqti yo'q. Gap shuni qanday qabul qilishda. Endi bu tarbiyaviy narsa degan intayin muhim narsa. Biz tarbiyaviy narsalarni mana kichik vaqtlarimizda mana 50 dan oshdi mana 60 ga ketyapmiz. Demak, shu 60 yillik umrimizda nurg'un narsani ko'ribdik. Bizning qinimizda qanday bo'lmasin shu vaqtdagi fazilat, millatimizga xos xususiyatlarimiz bizni bor ekan deb o'ylayapmiz. Men yaqinda Bo'ron bolalari degan bir filmni yozayotgan,
aslında vatanda bor degan burun yezilib bo'lgan originaldi. Bu bizning madaniyat inqilobidan iborat shu 10 yillik fojiada beshimizda o'tkazgan ishlarimizni asosiy izohlagan. Rasmana 60 yosh kirgan balki shu to'g'ri ko'rayotganda shunda ziyolilarimizmi shunda biz haqiqatan bo'ron ballari etdik. Biz beshimizni ajoyib issiq sovuqni o'tkazgandik. Shu vaqtda o'tkazgan kunlar, shu vaqtda o'tkazgan davrlar biz uchun aytib vaqtida oliy maktabdami o'qimagan bilimni shu vaqtda biz oldik. Bu turmush bilimi. Bularni biz kitobda bir yozdik, bir yozmadik, ish ko'rayotgan ancha ishladi. Lekin biz buni cho'qim ishlashimiz kerak. Bugungi suhbatimiz intayin yaxshi davomlashdi. Shu munosabat bilan Shabnam shirkatimizga vakolatan sizlarga alohida rahmatimni bildiraman. Ishonamizki, sizlarga o'xshash millatimizning kino, teatr san'atiga ko'ngil bildirgan kishilarimiz bo'lgan ekan, bizning teatr san'atimiz bundan keyin texmo gullab yashnag'usi. Oxirida tinalloq salomatlik ishlaringlarga utuq tilayman. Rahmat sizlarga. Qadrli tavdosh do'stlar, kelar qaytamliq Shabnam Cho'lpala ziyoratimizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh.